Qancha bo'ldi? Sizdan 630 ming. Nima bu kiyimlar oldin kiyilganmi? Yo'q. Shunchalik sifatsizmi kiyimlaringiz? Yo'q, siz nimaga unaqa savol beryapsiz? Yo'q, prosta 630 ming deganingiz juda arzon emasmi? Osmon do'konida narxlar arzon, sifat esa osmon. Qarayman, narxing yetmayroq turibdi. O'zingizdan to'lab tura olmaysizmi? Mayli. Hazillashdim. Ha. Я очень их люблю, они решают многое, за них я многое куплю. Любую брешь в кармане с помощью наличных залеплю, кого угодно залечу. Ведь становится не по уму и грустно, если на кармане капает капуста. Пусто, скудно, дурно, даже безумно чувствуешь себя. Пришло время платить налоги, распрягаться нечем, что за ерунда. Как будто с пистолета па-па-па-па-па-па. Кричат отдай сзади, кричат не дай спереди вообще. Да не все не отдай. Я из-за этого решил сыграть буржуйную. Uy. Ramajonsiz a? Nimaga? Uy. Qat deding shuncha payt necha bo'ldi soat? Ishim bor edi. Ancha o'tdingindigi nima? Ish nima? Topsam menikimi? Bemalol. Topaman-ku men, topdim ko'rsaman. Men nima? Qattan bilaman sizniki-yu. Menga qara, ani uyga borib ovora bo'lib yurmagin. Donuni nima qildim viloyatga jo'natib yubordim. Sochini olib tupoy bo'lib qoldim bu. Sigaretam olmabdim. Hop. O'z shu kam edi. Sizlarga yana yangi o'quvchi keldi. Mumkin ustoz? Mumkin kir. Qayerga o'tiring? O'zing joyingga o'tir. O'tir, qilasan. Xullas, ana ingliz tili o'qituvchilar kelmabdi. O'shanga ingliz tili darsini bugun men o'taman sizlarga. Tushundilaringmi? Nega siz ustoz kelmadilar? Asabimga tegib, ana dekretga chiqib ketibdi u ham. Ustoz, siz bekor ingliz tilini o'tyapsiz-da. Nima? Siz ham bekatga chiqib ketishingiz mumkin. Sassiqcha. Juda ham kulgili gap gapirding hozir. Xullas, ana hozirda savol beraman. Men baqirmalaring. Kim bilsa javob beraversin, bo'ptimi? Xo'p. Maktab nima degani? Maktab. School. School. To'g'ri. Xo'p, o'rtoq nima degani? O'rtoq. Friend. To'g'ri, malatsi, yaxshi ketyapsizlar. Endi juda ham qiynayman hozir sizlarni. Vashi qiynaladigan savol beraman. Olma nima degan? Olma. Potato. To'g'ri. O'zingda ish qilib. Ustoz, men sizni sinagandim. Men tepdan xato javob berdim. Voy, Rahmatjon, men ham seni sinagandim. O'zingni aybingni tan olib, nima qilasanmi degandim. Malades, o'zini aybini tan oldi. Ustoz, qanaqa telefon ishlatasiz? Apple. To'g'ri. Endi ana musiqa darsinglar bo'ladi hozir. O'sha musiqani o'tasizlar. Musiqa 5-sinfda o'tiladi-yu. Nima farqing bor 5-sinfdan hozir? Miyingni qaragin, Apple qilib o'tiribsan. Kundaligim qolib ketgan ekan. Shumi? Ha, shu. Rahmat. Bugun vaqting qanaqa? Rahmatjon, seni Bonu so'rayotdi. Bugun ko'rishishinglar kerak emasmidi? To'g'ri, $50 kuniga yomon emas topish. Lekin sen bilan qiladigan ishimiz oldida bu choy-chaqaga arzimaydi, to'g'risi ukam. Gap ko'paytirmaylik. Nimani o'g'irlaymiz? Qizlarning yuragini o'g'irlaymiz.
bir oynadan qarama. Ustoz! Ha. 11 Behruzning mashina urib ketibdi. Oy. Hozir televizorda ko'rishar ekan. Voy, ana. Irina opa, menga qaranglar. O'quvchilar yig'inglar, hammasini yig'inglar, aktivizlarga yig'inglar. Sizlarga olib bergan televizorim bor-ku. O'shani qo'yinglar, hozir o'quvchimiz televizorda ko'rishar ekan. Ana qizlarning hojatxonasiga kimdir DPLC yuracha qilib qo'yibdi. Direktor siz sekretar bo'lsa kerak-da. Unaqa bo'lishi mumkin emas, men bilaman. Siz qayerdan bilasiz? Просто taxmin qildim endi, nima deysan endi? To'xta, sen qayerdan bilasan u narsani? Ha, endi men gap yo'qda gapirdim-da, ustoz. Bor darsingga, boshimni qotirma. O'chirtirish kerak o'shani. Uzr o'rtoq. Men kulossan? Xuddi urib qo'ygandek, nimadir qoylatib qo'ygandek uzr so'rashingni qara. Uzr so'rasang. Ha, mayli. Qaysi darsga kiramiz? Ingliz tili. Ingliz tili ham. Bu qiz adasi Moliya vazirligida katta bir bo'limida ishlaydi qanaqadir. Xullas katta kompaniyalar bilan hamkorlik qiladi. Xullas pul bomba. Men qizni o'raymanmi, otasini o'raymanmi? Gap eshittirgan oxirigacha. Bu qiz o'qishdan tashqari kutubxonada bor vaqtini xullas kutubxonada o'tkazadi. Короче, o'qimishli qiz. Tushunarli. Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvarır, dudakların bana nasıldı. William Shakespeare. William Shakespeare. Romeo va Julietta. Ko'rinishingizdan bu kitobni 5-6 marta o'qigan yaxshi bo'lasiz. 13 marta. Zerikmadingizmi? Nimadan? Baxtsiz hayotingizda kitobdagi baxtni o'qib zavqlanishdan. Ismingizmi? Romeo. O'zingizchi? Julietta. Vaqtingiz bormi? Nega? Ozgina ko'chani aylanardik. Kutubxona va zerikarlikda. Men uchun zerikarli emas. Xatga boramiz. Men hali boraman demadim. Bormayman ham demadingiz. Ismingiz nima? Sevinch. O'zingiznikichi? Aytdim Romeo deb. Voy. Menga har kun sizga o'xshagan qancha yigit shunaqa taklif berishini bilasizmi? Sizning farqingiz bor ulardan. Menga har kun sizga o'xshagan qancha yigit shunaqa taklif berishini bilasizmi? Sizning farqingiz bor ulardan. Men qiz bilan gaplashganimda birontaga bo'lmay kuladigan bo'lsa, meni sevib qopti deb o'ylamayman. Mayli, xo'p, qani ko'raylikchi. Xatga taklif qilgan ekansiz. Ketdik. Faqatgina Romeoni didini ko'rish uchun boryapman. Mashina haydash bilasizmi? Ha, endi o'rganganman. O'sha kun baxt haqida gapirgandingiz. O'zingiz baxtlimisiz? Tushunarli. Uyali ham chiroyli ekan. Siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri muhimroq? Sevishmi yoki sevilishmi? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Qaysi qanot qush uchun muhimroq? O'ngmi yoki chapmi? Что со мной сыграешь свадьбу. Я не знал, что это временно. К чему все эти клятвы? Это песня моя память. Прошу, не плачь, ты моя дуня. Rahmat. Nima uchun? Bugungi kun uchun.
Alo. Sevgi qizinglar qalay ketyapti? Yaxshi. Sevib qolmadingmi ish qilib? Aka, men sevmayman. Qizlar meni sevadi. Krasavchik. Bo'ldi, ishingni boshla. Ko'p cho'zg'urma. Xo'p. Tinchlikmi? Deymi? Srochni ketmasam bo'lmaydi. Akam avariya bo'libdi. Keyin gaplashamiz, xo'p? Xo'p.